Quatão vem cachê. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rib turgan model diskalardan bizning do'konimizga keldi. Bu diskamizning zo'r tarafi 5K120 5K114 razbaltovkada kelgan. Aynan shu diskamizning matviy varianti ham do'konimizga keldi. Ko'rib turgan diskalar ko'pchilikda bor, lekin ahamiyat beringlar. Ko'pchilikda ham uzorini o'zi bo'lib, oyog'iga lagan bo'lib ketadi. Abzida xudo xolasa o'rtasi ham bor. Uzori ko'proq, o'rtada emblemasi mashina yurganda aylanadi. Ko'rayotgan diskalar 21-22 razmerligiga qaramasdan turib juda yengil. Sababi bu diskalarimiz ko'vinli hisoblanadi hammasi. Yo'lda ko'rayotganlardagi Zikr 001 eng full pozitsiyasini, efirdan bitta past pozitsiyani diskasi ham kelgan. Zikr 001 mashinasini past pozitsiyasini haydayotgan akalarimiz uchun zo'r taklif. Sababi juda yengil diska, birga bir o'ziga tushadi. Xudo xolasa juda sifatli. Hozirgi lida ko'rgan diskalar glansiy variant, bizning do'konimizda matviy varianti ham bor. Xudo xolasa matviysi ham juda chiroyli. Aytayotgandagi zo'r tarafi 5K120 5K114 ikki xil mashinaga tushadi. Xudo xolasa hamma inomarkaga tushadi. O'zingizlar bilasizlar, Lisyanga Zikrlarning podveskasi juda aqlli, juda komfortli bo'ladi. Ayniqsa bu yengil diskamizdan qo'yganingizdan keyin xudo xolasa komfort qo'shiladi. Bu diskamizdan tashqari shunga tushadigan Mustang Premium balonimiz bor, juda yumshoq, 3 tonnagacha bemalol vес ko'taradi. Agar sizlarda shu mashina bo'lib turib, nima diska taqish bilmay yurgan bo'lsangiz, bizning do'konimizga murojaat qilinglar, ishlarni a'lo darajada bitirib beramiz.